Tak, hozir bizning birinchi atadan ishimiz nivellarni o'rganib turibmiz. Shtobi ertangi bir esimizdan chiqmasligi uchun Yakub Master. Bu tarafda kod bor, hozir turing. Men kodni ko'rsatib kelaman. Tak. Siva Shipachati. Tak, bizning ba'zi kodimiz. Bu koda göre biz hozir ana yerda turgan Nivani bog'lashimiz kerak. Shu koda göre. Atmetkamiz az bir yere rekani tutadi. Rekaga göre ish bo'ladi, xudo xolasa. Nishati rekani tepaga qo'ysa ayirish kerakmi, pastga qo'ysa qo'shish kerakmi, ayirish kerakmi, qo'shish kerakmi, hammasini hozir video mobaynida. Bizani nivellerimiz mana ko'rmaganlar uchun, tepa ko'rmaganlar uchun buni biz koddan pastga tutamiz. 0 Uruyna sabaq qo'ydi. Good looking. Bu text bo'lib qo'ydi. 0 qil. Tamam, hozir endi apparatda ko'ramiz. Yana bunda hayotda bo'lgan qiziqish yo'q insonlar ham bor edi. Yana bir imanda. Tak, hozir birinchi nima ish qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz apparat uruyna qo'ydik. Yordamchi bor joyinda. Nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimizni ayting. Bugun to'g'rilaymiz. O'rnini tekshiramiz. Uruyna to'xtang. Shularni ko'rib olamiz. Uruyna joyinda. Tamam. Bu nimani ko'ryapti hozir? Oynasidan qaradi. Yordamchi rekani o'sha turibdi paka. Tamam. Ikkinchi etapimiz. Qazi ko'rsating va kodingiz bor, apparatingiz bor. Bizga kod bu kod ma'lum 224.200. Shu kod bizga ma'lum. Shunga qarab biz apparatimizning kodini bog'lab olamiz. Apparat turgan kodini aniqlab olishimiz. Ya'ni bunda bizni priborimiz bu joyda turibdi. Bunda bizni kodimiz ma'lum, qaysi atmetkamiz ma'lum, visatamiz. Shuni hozir priborimizni bo'ylab olish kerak, to'g'rimi? Bitta visataga. Tamam. Hozir. Tak, hozir yordamchi boya turgan holatda kodga ushlab turibdi. Nima uchun yordamchi u yerda rekani pastga qaratib turibdi? Nima uchun, nima sababdan degan savolga javob beramiz. Koddan reka pastga qarab turibdi. Nima sababdan? Ana ko'rsatdik. Sababi bizning kod apparatdan tepada joylashgan. Tepada joylashganligi uchun biz qayoqda naborot chappa qo'yamiz. Ya'ni santimga to'g'ri ko'rsatish uchun chappacha qo'yamiz. Ya'ni pastda bo'lsa, kodimiz pastda bo'lsa, to'g'ri qayoqda to'g'ri qo'yamiz. Siz aytmoqchisiz, ya'ni bu apparatdan bizni ko'rilayotgan visatamiz tepada. Kodimiz, ko'rilayotgan kodimiz apparatdan tepada bo'lgani uchun u rekachani pastga qaratib qo'yibdi, to'g'rimi? To'g'ri. Tamam, biz shu yerda bir savol tug'iladi. U rekachani pastga qaratganda hisob kitobingizda ayirish kerakmi, qo'shish kerakmi? Ayirishimiz kerak. Pastga pastga nima qilsak, pastni ko'rsak ayiramiz. Agar tepaga naborot bo'lsa, plus bo'ladi. Tak, ustomizning aytish bo'yicha, ya'ni priborimiz kodimiz pribordan balandligi uchun buni pastga qaratilgan hozirlikda. Endi biz agar bunda hisob kitobimiz bo'yicha ayriladi ekan. Biz ko'rgan bu kodimizdan 224.400 kodimizdan bu ko'rgan sonimizni ayirsak, apparatimiz bog'lanadi. Agarda priborimiz kalta bo'lsa, kodimizdan, priborimiz baland bo'lsa, bu bunday holatda ushaladi mana. Bunda qo'shiladi ekan. Bu songa ko'rilgan kodga tepaga qo'shiladi. Misol uchun bu yerda necha sonni ko'rilsa qo'shiladi. Pastga qaratilsa reka ayriladi. Tamam. Tak, hozircha priborimizdan bizni ko'rayotgan visatamiz baland bo'lgani uchun rekamiz pastga tushirildi. Hozir ustomiz nasib turibdi-da. Ko'ryapti hozir qaysi kodni ko'radi. 224.200 kodimiz. Tak, ana shundan. Hozir ko'rdingiz necha kodligini? Tamam, hozir ko'ramiz. Tamam, mana. Hozir bu yerda ko'z yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Atak. Hozir siz qaysi necha sonni ko'rdingiz? 16 santim 3 milli. 16 santim 3 milli ko'rdingiz. 16 santim 3 milli pastda. Aha.
Ha, priborimiz. Priborimiz. Ha, tamam. Endi kodimizdan Bu nima bu 224 200? bizni ma'lum bo'lgan kodimiz, ya'ni art kod deyiladi. Art kodimiz ma'lum 224 200. Nokta 200, tamam. Shu apparatimiz ko'rgan vusatda 16 santimi 3 milla ayiramiz. 0,16 santimi 3 milla. 3 milla. Ha, ya'ni 16 sant 3 milla ko'rgan kodingiz. Aha, tamam. Shuni ayiramiz. Kodimiz chiqadi. Apparatning kodining bog'langan kodi. 224 037. Ya'ni apparatni bog'ladi shu kodga. 224 037. Balandlik kodi shuncha. Ha, priborni turgan joydagi vositasi. Tamam, mana. Apparatimiz, ya'ni ko'rgan sonidan ayirdi, rekapasiya qaragan holatda 224 037 kodi. Ya'ni priborimiz bog'landi, ishlash uchun tayyor endi, to'g'rimi, xudo xolasa? Tamam, endi tekshirib ko'raylik bitta vositani. Tak, hozir biz tekshirib ko'ramiz hozir. Mana usta qanchalik to'g'ri ishlagan, xato ishlagan. Hozir levoy bir atmetchani tekshirib ko'ramiz. Ya'ni mana unda nimamiz bor? Qozig'imiz bor. Shu qozig'imizni preverka qilyapmiz. Haqiqatan ham to'g'rimi hisob-kitobga yo'qmi? Hozir bir adashmasam 771 edi. 223 771 kodida bo'lishi kerak. Tamam, hozir ko'rdingiz, nima gap so'z? Tushuntirib bering. Apparatimizning kodidan endi ko'rgan tayog'imizning santimini qo'shamiz endi. Chunki tayoq naborot to'g'ri turibdi, tepaga qarab. Koddan tepa, apparatdan pastda turganligi uchun. Aha. Ayiramiz va qo'shamiz. Qo'shasiz. Nechini ko'rdingiz hozir? Kalkulator ko'rsangiz. Tak, shunda tushuntirib bering. Hozir bizni vositni mana bu atmet 224 037 bu apparatimiz bog'langan kodimiz. Keyin siz yangidan bir joyni kontrol qildingiz. Lekin bu bizni pribordan pastda vositamiz, tekshirayotgan kodingiz. Buni ayirasiz, to'g'rimi? Ya'ni bizga ma'lum ko'rinadigan apparatga tayoqning santimi 26 santimi 6 millim. To'xtang endi. 26 santim 6 millim hozir qarayotgan paytingizda ko'ringan son bu. Son. Aha. Son. Shu apparat kodidan ayiramiz. Bizga chiqqan son 223 771. 771. Biz ko'rganligimiz to'g'ri ekan. 771 1 millim adashgan. To'xtang endi.